Mana azizlar, YouTube kanalımdan testdoshlarim, Подписывайтесь на ko'rib ребят, turganingizdek, подарите ребятку. mening kabinetim, mening Вот говорит, да, сейчас же много людей kabinetimdagi записывают. ichidagi bir insonni nimasi, mana primera Нужно kirdek, сейчас как раз все просыпаются. bizda har kuni vosita Задание beriladi bu делают. yerda. Instagramda Задание заходят, bo'lsami, начинают Facebookda bo'lsami, на конверте kommentar охотиться. yozamiz. O'zimizga streamer qilamiz. Streamer bo'lganiga yoshlar holatda qilamiz. Har bir insonning yoshida minglik, Как раз у нас будет в Москве 6 часов. mana shunday qo'yadigan komissiyalar bor. Сейчас 7 Komissiyalar часов, ko'p да? qilganidek bu yerda soliq tariqasida да, сейчас xalq 8. ulashyapti. Xalqqa bu Как qo'shimcha раз daromad degani. Bu imkoniyat hammaga ham berilmaydi. Imkoniyatlardan foydalanib qoling. Har bir insonni hayotida bir inson soatchi bo'lar ekan. Menda ham bu havola keldi. Ya'ni biznes ichida yurganligim uchun va hamkasblar ustoz shogirdlik an'anasiyle ishlaymiz. Marketing, struktura ili, binar ili, kriptovalyuta ili hokazo degandek har sohadan bir yengil meni o'z loyihalarim bor. Shu loyihalar ichidan menda mana shunday insonlardan tavsiya takliflar keladi. Ya'ni link orqali men ham o'z imkoniyat eshigimni ochdim. O'z imkoniyatimni qanday ochdim? Menda havola yo'naltirildi, o'sha inson kirdi va o'sha kirgani uchun menga havola jo'nata oldi. Menga ham ilindi va o'zimni kelajakda brendimni ochib oldim. Bu ham bir imkoniyat, bu ham bir tavakkalona bajaradigan. Hech kim bu yerda masalan o'zini hissasini qilgani yo'q. Masalan, kimdir o'zini hissasi bo'lsa, o'zini hissasi orqali maylingni ochishi mumkin. Kimgadir imkoniyati yetmasa, masalan, mana shu yerda yiqqan daromadlarni qismat yig'ib $100 qilib maylingga ochishi mumkin. Bu yerda tokenlar ketyapti, tokenlarda o'zgarib qoling, keyin afsuslanishingiz mumkin, nega men kech qoldim deb, nega men balandroq bu narsadan xabar olmabman, nega taklif kelyapti deb, keyin ustunib yurmasligingiz uchun mana YouTube kanaldoshlarim shularga